Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Blender dasturida sur quti yasashni o'rganamiz. Video darsliklarim sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like va obuna bo'lishni esdan chiqarmangizlar. Demak, boshladik. Shift A ni bosamiz. A ni bosamiz. X ni bosib o'chirib olamiz. Shift A ni bosamiz. Mesh bo'limidan silindrni tanlaymiz. 25 qilib olamiz. Ko'rgan bo'lsangiz, silindrning pastki va tepa qismi yuzasi yo'qoldi. 3 raqamini bosamiz. G ni bosib tepaga ko'tarib olamiz. Tab ni bosamiz. S ni bosib kichraytiramiz. Tag qismini. Ctrl R tugmalarini bosamiz. Ctrl B tugmasini bosamiz va tortamiz. Sichqonchani aylantirsak, o'rta tugmasini kataklar soni ko'payadi. Mana shunday. Endi I harfini 2 marta bossak, kataklarni har birini yuzasini belgilaydi. X ni bosamizda face ni bosamiz. Manakay. Endi 2 tugmasini bosamiz. Alt ni bosib qirralarni belgilaymiz. E tugmasini bosamiz. S tugmasini bosamiz. E tugmasini bosib Z ni bosamiz. Keyin pastki qismini belgilaymiz. E tugmasini bosamiz. S ni bosamiz. E tugmasini bosib Z ni bosamiz. Ichkariga qaytarib olamiz. Yana E tugmasini bosib S ni bosamiz. F tugmasini bosamiz. Shundan tagi yopildi. Endi bu musur qutimiz ingichka bo'lib qoldi. Buni qalinlashtirishimiz ham mumkin. Tabni bosamiz. Modifiers bo'limidan Generate ga bosib Solidify ga bosamiz. 0.1 deb ko'tarsak, idishimiz qalinlashadi. Manakay. Endi bu idishimizni teshiklarni dumaloq shakliga keltirib olamiz. Generate ga bosib Subdivision Surface ga bosamiz. Manakay.
1 4 qilamiz. Idishimizni yuzasi silliqlashadi. Pastki qismini 3 qilamiz. Endi bunga rang beramiz. Material bo'limidan New'ni bosamiz. Xohlagan rangingizlarni berishlaringiz mumkin. Men bunga qizil rang beraylik. Endi bu yoqdan 0.500 ni pasaytirsak, idishimiz tiniqlashadi. Manaki do'stlar, misol idishimiz tayyor bo'ldi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like va obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Keyingi darslarda bundan ham qiziqarli narsalar birgalikda yasashga harakat qilamiz. Sog' bo'lingizlar.